inshaalloh hammalaring omadasizlar. Dasti bilan vallohu ala ma naqulu vakil. Robbil alamin onchiki bizlar aytamiz, vakili shohid bo'lsin ki bu tasmimi qotini olishlik bakor. Ne farzi qabul bo'ladi bir kishini, va ne nafil qabul bo'ladiki, agar sila rahmlikni qat qilgan bo'lsa, robita gapirishlikni bir kasi degadan qat qilgan bo'lsa. Qoharidan so'rang, aytingki, inog'ing qandaydi? Ko'zginasiga yosh keladi, aytadiki, chandin Eid qurboni va Eid fitr ustimdan o'tibdi, namozlar o'tganda bir dafa inog'amni ko'rgan bo'lmasa, men holini qanday aytay? Jurmi nimada? Xudo bergan, buyurgan haqqi merosini inog'asidan kelib, otaginasidan qolgan merosdan olib ketgan, mutaassifona men siz noinsoblik qilib hanuz ham gap qo'shmaymiz. Abayni ko'ribsanmi deng? 6 oyga bir dafa o'ziga ham o'zi tushgan emas. Darholiki payg'ambar islom aytdilarki, al-ammu sin va abih. Insonda abasi otaginasini misoli bo'ladi. Hurmati, ehtiromi, yoshliqligi kichkinani ustiga misli otacha hurmati bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga sahoba keldi, aytdiki, ey Rasul Xudo, asabtu zanban fahalli min tawba. Bir gunohga murtakib bo'libman, oyo menga rohi tavba bormi? Tavba qilishlikka yo'l bormi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bale, xizmat onaginangni qilgin. Chopalab borgin onlariga." Aytdilarki, "Matat ummi ya Rasululloh." Onam to'rpoqni tayigan. Onam dunyodan ketganda. Aytdilarki, "Onang dunyodan ketgan bo'lsa, al-xolatu kal ummi." Ummi aytdilarki, xola misli nimaday bo'ladi? Onaday bo'ladi. Insof bilan aytingki bor, qaysing bir yildicha bir dafa xolaginangiz oldiga borib, yarim soat holi dard aytib, shuni bilan qissa qilib o'ldigan bo'lsangiz. Kasoyiki o'g'irlagandi. Hatto behtarin a'zosi qo'li kesiladi. Vali mavrud la'nati Xudo qaror topilgan emas. Va kasoyiki zinoh qiladi, zinoh. Agar xotini bo'lsa, hadd islomiy uni toshko'mdi, u sangsor qilinadi. Hatto shu ham mavrudi la'nati Xudo qaror topgani yo'q. Kasiga Qur'on azimishanga la'nat aytilgan, mavrudi la'nat qaror berilganda, xoti'ir rahmi, silay rahmlikni qat qilgan bo'lsa. Inog'asi bilan, abasi bilan, xolasi bilan, o'zini aqoriblari bilan yo ahbobi do'stlari bilan bir andagina maydagina gaplarning ustiga robitasini qat qilgan, mutaassifona va mutaassifona Eid ro'ziga ham kelib musulmonlarni jamoatini ichga o'ltirib, "Bola men Eid o'qiyman." Agar namoz tark qildingiz, hamma kas mutoji bo'ladiki, "Bola shu kishi namozini tark qildi." O'zingiz ham mutoji bo'lasizki, "Namozim ketdi-ki, ey Rob, boyat men qazosini o'qisam." Va hatto duo ham qilasizki, "Parvardigorim, meni kechirginki, namozim ketdi." Yo sharobga oluda bo'lsa, yo boshqa a'moli degaga agar siz oluda bo'lsangiz, insonning o'zi mutoji bo'ladi. Ammo bir xatarnok gunohi azimiki bizlarning ichimizga jiryoni bor, hech kim mutoji emasdi. Masalaye silay rahmlikni qat qilishlik. Silay rahmlikni qat qilgan kishidan Allohi Mutaol rahmatini nima qiladi? Qat qiladi. Lihozo kichkina va katta hammalaringdan ahd olmoqchimanki, inshaalloh kasimidanki robitangiz agar bo'lmasa, imkoni bo'lsa, Eidni ustiga boyat uni bilan bag'alkashlik qilsangiz, shu robitani foklasangiz, agar unga ham bo'lmasa, ko'p bala shaytoni la'in yo shu g'ayratki insonni biran-biran sabab bo'ladi, ko'p bala gunohga, ma'siyatga oluda bo'lishligiga shu qo'ymagiday bo'lsa, bir fayomi telefoni bering aqal. Yo zang urib boringki, "Valo Eid edi, hazrat bir sizga Eid tabriki aytmoqchi bo'ldim." Inshaalloh hammalaring omadasizlar.